Assalomu alaykum. Pomidorlarimizga terim bo'lyapti. Mana asldorlik. Bular terib bo'lgandan keyin upakovka bo'ladi отдельно sortiga qarab. Mana bu pomidorlarimiz esa Nav Adriatica. Izor. Kasalliklar ancha yo'q, lekin kasallik bo'lmasa ham tuta tushgan. Tut absolutiga qarshi dorilaymiz. Bu quyoshdan barglari ozgina kuygan, yuqori barglari zo'r. Yuqoridagi barglariga kasallik yo'q. Mana yuqori osilxonalariga ham ko'rak olyapti. Holat yaxshi.